Сколько вам? Svoviyga ketamiz. Coconut oil. Assalomu alaykum hammaga. Meni naqd 12 kundan keyin imtihonim bor. Даже bugun 11 kundan keyin bo'ladi. 1,5 soatdan keyin. Men kechki rutinga o'rganib qopman. Ya'ni kechki payt ko'proq produktiv bo'laman. O'shandan foydalanib, bugun ham kechasi bilan dars qilib chiqamiz. So guys, sizga men aniqlarni ko'rsatmoqchiman. Skin care routine. Sochim juda ham yog'lanib ketgan. Anyways. Xayrli abad. 12:30da birda turgan. Mushtariyni salom. Chunki soat 4:30da uxlagan edim. Halte eine Münze für. The fuck, man? Look at this. Даже мы будем crash out bo'lganman, o'z kursdaman. Trigonometriyani yaxshi o'rganmagan ekanman, deyman, bu grafikini eplolmaganman. Shuning uchun bittalab o'rganib chiqdim mana bu bitta cloud bilan. O'ylayapman o'zimga treat qilib birorta vlog ko'rsammikin deb. Yes, ko'ramiz. Okay, soat nacht 3. Good night. Oh my god. Hey guys. I just woke up. 11 bo'ldi soat. 8 soat uxlabman. Hozir ertalabligiga qilib kelamiz deb birdan darsimga o'tiraman. Chunki bugun juda ham ko'p narsani qilishimiz kerak, juda ham. Ketdik, obed qilamiz. Soat 3 bo'ldi. Obed qilamiz. It's you 날 걱정하니 It's you 어렵게 하니 말은 해도 돼 But what do you say 멀리든 언제든지 달려와 Hi guys, uyga keldim. Endi esa sizlarga audiosini ham qo'yib boraman. O'tgan safargi videoni kommentariyalarni hammasini o'qib chiqdim va ertaga qizlarni, bolalarni berayotgan motivatsiyasini ko'rib, to'g'risi juda ham ko'p motivatsiya oldim. Thank you guys so much. Va orasida juda ham ko'p savollar berilgan ekan. Qanaqa qilib ko'p dars qilasiz va qanaqa qilib Germaniyaga kelgansiz? Video davomida hamma savollarga javob berishga harakat qilaman. Honestly, I'm obsessed with this. What is that?
album. Qanaqa qilib bunchalik ko'p dars qila olishimning sababi bu darsni o'zimning hobbimga aylantirganim va bu haqida kanalimda juda ham ko'p gapirganman. Shu uchun borib o'tib oling. Kanalning silkasini esa profilda qoldiraman. Bro. Say hi. Сколько вам дают зарплату тогда на работу? Они такие умные, они не бьют, они... Bro, yeah, I'm taking video. Bugun o'zi plan bo'yicha soat 4:30 turmoqchi edim. And guess what happened? Soat 10:30da turdim. 9:30da turdim. Keyin 1 soat yotib, keyin 10:30da turdim. Ana skinkerlarim qilgunimcha 11 bo'ldi. Ha, bu g'alati eshitilishi mumkin, lekin dars qilayotganda muzika bilan dars qilish bu meni produktivligimni oshirib yuboradi. Nimaga deganda, musiqa miyamga "Vo, dars qilish boshlanyapti" degan signal yuboradi. Nihoyat bitta test topdim. O'shani bugun kechgacha tugatishimiz kerak. Let's go. Terlab ketdim. Doğrusu fitnessdan keyin soat 12 bo'lsa ham yuvinmasdan uxlamasdim, shuning uchun yuvinib oldim. Skincare qilib, namozimni o'qib uxlayman. Ungacha sizlarga bay. So, turib yuzlarimni yuvib oldim. Endi esa pastga tushamiz. Sochim nimagadir yaxshi Yana bir narsa, ko'pchilikda ishlaydigan, lekin menda ishlamaydigan metodni aytaman. Bu Pomodoro metodi. Menda Pomodoro metodida fokus yig'ilmay qoladi 25 minutning ichida. Men shuning uchun bitta ishni olaman va 1 soat yoki 2 soat ichida o'sha ishni oxirigacha tugatib, keyin o'zimga dam beraman. 1,5 soat qildim. Demak, bizda endi 4,5 soat qoldi. Endi 9-betiga keldim. Oh my god. Bittami? Timer qo'yish esdan chiqib ketibdi. O'sha почти 20 minutcha dars qildim. Adashmasam yoki 15 minut. Endi timer qo'ydim. Sevimli muzikam qo'yildi. Hozir ozgina journaling qilamiz, post yozamiz va uyga ketamiz. Dars qilish niyatim yo'q. 3 bet journaling qildim. Hayotimni yozib chiqaman bittalab. Qayerdan anu keldi bilmayman. But and we're leaving. Soat 10 bo'ldi va kun botibdi. Kun chiroyli botibdi. Guys, kecha soat 6da, bugun вообще soat 6da yotganimga qaramasdan 9da turdim, 9:30da, hozir 9:53. Koftam bilan qora ishtonimni birga sovuribman.
Dars paytida qanaqa muzikalar eshitishimga keladigan bo'lsak, bu kayfiyatimga qarab to'g'risi har xil. Ba'zi bir paytlari K-pop eshitgim keladi, ya'ni sokin muzikalar постоянно. K-pop, I-Lit, New Jeans yoki bo'lmasa shunga o'xshash K-poplar. Boshqa paytlari lofi eshitaman. Любой birorta pop yoki bo'lmasa K-popni lofisini yoki piano versionini eshitaman. Vaqti bilan klassik muzikalar va Bea Batobi va Olivia Rodrigoning kattagina muxlisiman desam bo'ladi. Men hozir obed qilishga ketyapman. Keyin Telegramdagi qizlar bilan birga dars qilishga kelishdik. 2 soat birga o'tirib dars qilamiz. Endi kim qo'shiladi bilmayman, lekin Xudo xohlasa yaxshi dars bo'ladi. Горизонтально. Я уже снимаю, если что. Еще раз так сделай. Warum du immer Deutsch sprechen? Weil мы старые, можно мне мой любимый, я его так давно не ела. Я просто камерамен, смотри. Kameraman shu qayerdan oladi? Если ты посмотришь видео, ты ошалеешь. Ладно, сиди. Ранчик попьет. Ты намного дальше, да? I look like a homeless person, bro. I found Espa. 영원함 속 날아올 벌써 조같이 넌 마치 기적 같은 걸 내게 더 꿈꾸게 하지 다시 짜버린 내 불씨가 피어나. So guys, oldimga xizmat bermaysizlar, bu suv to'kilib ketdi. Mashina endi xonim ozgina kirib ketgan, yig'ishtiramiz. So, o'qish bo'yicha deyarli hamma savollarga javob berdim va kelinglar, men Germaniyaga qanaqa kelib qolganim haqida ham gaplashamiz. Men Germaniyaga xususiy student kollek talabasi bo'lib kelganman va hozirda yangi davlat student kollegiga topshirdim va u yerga ham kira oldim. Ya'ni imtihonidan o'tdim. Vizam esa xususiy student kollegga 6 oy uchun berilgan. 6 oy uchun esa biz 3,5 ming euro to'laganmiz, ya'ni xususiy student kollegni o'ziga. Germaniyada esa meni qarindoshlarim bor, shuning uchun bitta o'zim yashamayman. Xudo xohlasa o'zim alohida ko'chib ketganimda esa bitta o'zim yashashim nasib qilib qoladi degan umiddaman. Ya'ni bitta o'zim yashashni bir marta bo'lsa ham sinab ko'rmoqchiman, mustaqil bo'lishni. Anyways, Germaniya haqida Telegram kanalimda juda ham ko'p gapirganman va mana shu video davomida naq 4 yoki 5-marta Telegram kanalimni reklama qilishim. So, borib obuna bo'lib qo'yinglar yaxshilar. To'g'ri tarelkani eshitganidan beri mushtariy. Bilmadim bu to'g'rimi yoki yo'qmi. When there's nothing to say, I'm not quite sure we'd fix it. Guess we're so used to it. Wish I'd known this from the beginning. We find it hard to work out why we have all this doubt. If I told you, you know how to go and break my heart in two. 'Cause I win anyways. We'd end up like always. You know me, you better show me that you could say it to my face. 'Cause you know it's the same. There's worse things I can take. So guys, kecha kutubxonadan qaytayotganimda o'zimga har xil narsalar olgan edim. Hozir shuni obzor qilmoqchiman. Bu ikkalasi soch uchun kremlar, Pantene'ni yaxshi deyishdi. Bu keratin, bunisi esa coconut oil. Bu esa guasha. Biz hozir bularni tez joylashtirib kelaman, keyin qolgan narsalarni ko'ramiz. Bir xil to'p. O'zim bo'lib ketibdi, chunki sumkamdan olishni majburiyat. Ikkita, uchta. Cho'tta mazam bo'lmayapti. Daryoni bo'yiga borganimda ham uyga kelishim bilan isdan chiqib ketdi. Yotib qoldim. Hozir ham tomog'im bo'g'ilib qolgan. Necha kundan beri depression, siqilish, soat 12:00 uyg'onish. Даже o'qish ham odamga yoqmay qoldi. Lekin nachora testim yaqinda, где-то 5 kundan keyin
have to study no matter what. Avval esimda kasal bo'lsam, oyimni quchoqlab yig'lardim. Oyi kasal bo'lsam faqat sizga anomim bor deb. Oyim yonida kasal bo'lib yotdi. Stakan olib. Vilka olib kel.